Hammasi yaxshi. Hammasi yaxshi bo'lsa, unda biz bugungi ajoyib efirimizni boshlaymiz, azizlarim. Demak, bugungi efirimiz yana bir ajoyib o'quvchimiz g'alabasi. Har bir o'quvchim g'alabaga chiqqanda, rosti gap, men bir karra xursand bo'laman-da, bir karra tasdiq olaman va har safar tasdiq olaman. Ya'ni to'g'ri yo'lda ekanligim, odamlarga foyda bera olayotganligim, to'g'ri maqsadlarimni, o'zimni missiyamni to'g'ri bajarayotganimni tushunaman har qadamimda. Ya'ni har efirga o'quvchim chiqqanda, har o'quvchimni g'alabasida. Va shu o'rinda bilasizlarmi, bu missiya faqat meniki emasda, bu missiya mana shu o'quvchilarimniki ham. Chunki har bir o'quvchim avvalambor g'olib bo'la oldi-da. Men bir vaqtlar bundan juda ham ko'p yillar oldin, hali o'zim botqoqda yashab yurgan vaqtlarimda bir aqlli insondan bir aqlli gapni eshitgan edim. G'alaba bu qachonki sen o'zingni sochingdan tortib botqoqdan olib chiqa olsang, o'zingni kimligingni, o'zingni kimligingni va nimalarga qodir ekanligingni ko'rsata olsang, mana bu g'alaba bo'ladi degan edi. Va shu insonni gapi men ikki qulog'imga quyib olgan edim-da. Quyib olgan edim ikki qulog'imga shu gapni. Ya'ni bu gapni tagida qanchalik bilim borligini anglayapsizlarmi? Qanchalik jon borligini, qanchalik kuch borligini tushunyapsizlarmi? Ya'ni o'zingni sochingdan tortib botqoqdan olib chiqqin. O'zingni kimligingni, qo'lingdan nima kelishini isbotlab bergin. Va o'sha vaqtda men judayam botqoqda yashar edim. Munosabatlar, oilamda munosabatlar buzilgan. Farzandim bilan, bitta o'g'lim bor bilasizlar. Farzandim bilan munosabatlar buzilgan. Tashqi muhit bilan, do'stlar bilan, dugona, ishxona, u vaqtda sartaroshxonada ishlar edim. Ishxonada mijozlar bilan munosabatlarim, biznes botqoqqa qarab ketyapti. Kreditlar, qarzlar, turmush o'rtoq bilan munosabatlar dabdalab. Va bilasizlarmi, men shu gapni eshitganimda men juda katta motivatsiyani his qilganman, kuchli motivatsiyani his qilganman. Va men o'shanda o'zimga aytganman, men o'zimni kimligimni isbotlayman deganman. Judayam kuchli so'zlarda, judayam kuchli so'zlar. Chunki o'shanda men tushunib yetdim-da, ustozlar, butun dunyoda ustozlar, butun dunyo bo'ylab ustozlar, eng buyuk ustozlar, eng rivojlangan ustozlar, eng kuchli ustozlar, eng katta ustozlar ham sizga faqatgina yo'lni ko'rsatadi xolos. Qarang-da, qay darajada buyuk bo'lmasin o'sha ustoz, qay darajada kuchli bo'lmasin o'sha ustoz, qay darajada bilmadim, olim, professor bo'lmasin o'sha ustoz, sizni o'rningizga sizni hayotingizni yashab o'tolmas ekan. Qaranglar-da. Ya'ni sizning o'rningizga sizni hayotingizni yashab o'tolmaydi hech kim, hech qaysi ustoz. Shuning uchun men doim aytaman, ustoz tanlaganda shu odamni o'zi nimaga erishdi, kim edi va kim bo'ldi, o'ziga nimani isbotlay oldi, o'zini sochidan tortib botqoqdan olib chiqara oldimi degan savolni beringlar deb aytaman. Chunki haqiqat ham shunda-da. Biz
haligi brend bo'lgan, hali reklamalarga katta pulni to'lab o'zini dunyoga reklama qilib yuborgan ustozlarni ketidan quvalaymiz-da. Va bilasizlarmi, hatto o'sha ustozlar ham sizning hayotingizni siz uchun yashab o'tolmaydi. Ya'ni o'sha ustozlar ham sizga bor yo'g'i o'zining ilmi, ongi, aqli va tajribasiga asoslangan holda faqatgina yo'lni ko'rsata oladi xolos. Endi savolim, bir o'ylab ko'ringlar-da, haligi hamma joyda reklama bo'lgan ustozda qancha tajriba bo'lishi mumkin? Hozir reklama davrida yashayapmiz-da. Bu reklama davri juda kuchli davr. Yoki men birovni yomonlash maqsadida gapirmayapman hozir, shuni tushunishlaringizni istayman. Meni hozir gapirishimning sababi har bir inson o'z hayot yo'lini bosib o'tishini tushuntirib bermoqchiman. Hattoki 2-3 minutga, 10 minutga sizni oldingizga chiqqanimda ham sizga sehrli tepki orqali motivatsiya berib ketishni istayapman. Hattoki shu qisqa vaqt ichida ham. Bilasizlarmi? Har bir ustoz o'zining tajribasiga asoslangan holda bilim beradi. O'zining tajribasiga asoslangan holda boshqalarni rivojlanishiga yordam beradi. Agarda u ustozda tajriba bo'lmasa, u ustoz hech qaysi o'quvchisini natijaga olib chiqa olmaydi. Shu sababdan har safar mening o'quvchilarim natijaga chiqqanda men avvalambor o'zimga tasdiqni ko'rsataman. Va men bilaman, o'sha natijaga chiqqan o'quvchim ham ongi o'zini o'ziga tasdiqlaydi shu vaqtda. Chunki men qila oldim deydi. Shu vaqtda ong sen uddaladingni ko'radi. Seni qo'lingdan keldini ko'radi. Sen qila olding. Va bilasiz, men o'quvchilarimga oson emas, menga ham oson bo'lmagan. Ong bilan kelishish, ong osti dasturlari bilan kelisha olish, ularni o'zgartira olish, meditatsiyada uxlab qolmaslik, bular oson emas. Biz buni oson deb o'ylaymiz. Yo'q, oson emas. Va bilasizlarmi, meni shogirdlarim ham o'z ustidan ishlagan vaqtida mana shu yo'lni bosib o'tishadi. Ong bilan kelishadi, dasturlari bilan kelishadi. Kerak bo'lsa kunlab yig'lab o'tirishadi, bloklarini ko'rganda, o'sha eski xotiralarni, o'sha triggerlarni eslagan vaqtida. Lekin shunga qaramasdan ular o'zida kuch topadi. Kuch topa oladi va meni aytgan har bir aytganimni qilib g'olib bo'la olishadi. Bu tahsinga sazovor. Haqiqatdan ham bu shogirdlarimni har bir qilgan g'alabasi bu ularning juda katta yutug'i. Va shogirdlarim o'zi o'sha botqoqdan olib chiqyapti. Va men ustoz sifatida faqatgina ularga yo'lni ko'rsatyapman. O'zimning bilimimga, tajribamga asoslangan holda yo'lni ko'rsatyapman. Va ular o'rnidan turib, men aytgan vazifalarni qadamma-qadam bajarib, bu yo'lni bosib o'tishyapti. Oson emas bu. Umuman oson emas. Va bilasizlar, mana shu yerda hozir 165 ta ishtirokchi. 165 ta ishtirokchiga hozir shogirdim chiqadi-da, motivatsiya berib ketadi. Men berdim motivatsiya. Lekin nafaqat meni shogirdim ham hozir chiqib sizlarga motivatsiya berib, sizning ham rivojlanishingizga sababchi bo'ladi. Bilasizmi? Bu ajoyib. Bu bizning jamoaviy missiyamiz bajarilyapti degani. Insonlarni rivojlanishiga hissa qo'shyapmiz degani. Ularni rivojlanish yo'lida sababchi bo'lyapmiz degani. Bu ajoyib. Bu juda ham ajoyib. Men istayman har biringizni rivojlanishingizni.
Men istayman har biringiz yuqori cho'qqilarni zabt etishingizni. Shuning uchun ham hozir bu shogirdimni sizlarni oldlaringizga chaqiraman. Va bu shogirdim ham o'zining g'oliblik sirlarini sizlar bilan bo'lishadi. Gulshan shu yerdami? Gulshan appa, sizga do'st beryapman. Mikrofoningizni yoqib gapirishingiz mumkin уже. Mikrofonlarni yoqing. Gulshan appa, do'st berdim. Mikrofoningizni yoqib gapiring. Assalomu alaykum azizam. Mikrofoningiz ovoz eshitilmayapti. Qulog'ingizga naushnik taqmaganmisiz? Ovoz eshitilmayapti. Ovozi yo'q. Yo'q, ovozi yo'q. Butunlayin chiqib ketib, qaytib kira olasizmi? Butunlayin chiqib ketib. Butunlayin chiqib ketib, qaytib kiring, balkim bo'lar ovoz. Bormi? Mana endi keldi. Ana. Assalomu alaykum. Axir bu ham g'alaba emasmi, azizam? Assalomu alaykum. Bu ham g'alaba emasmi? Mana shunday G'alaba men uchun g'alaba bu. Ustoz yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Azizam, katta rahmat. Endi sizni qo'yib yubormaymiz biz. Ziz ishlaymiz. Yo'q. Qanaqasiz? Rahmat, Xudoga shukr. Xudoga shukr. G'oliblik sirlaringizni Malikadan eshitib juda xursand bo'ldim. Juda ham xursand bo'ldim, lekin men istaymanki, bularni o'zingiz aytib bering. O'zingiz aytib bering. Mana shu yerda hozir yig'ilgan ishtirokchilarga. 2 kundan beri kelgan edingiz mana shu ilohiy ayol treningiga? 2 kundan beri Malika bilan chaqchaqlashamiz. Mana shu nimalarni aytdim. Malika ham hayron qolib eshitib o'tiribdilar-da. Bo'laykan-ku dedim. Bo'laykan-ku. Men ham sochimdan tortib botqoqdan o'zimni olib chiqdim ustozda aytganlaridek. Ishonaman. Men birinchi navbatda juda ham tana nosog'lomsizligi ko'p edi menga. Endi diagnoz yo'q edi. Bir hisobga. Shunday o'zimni yo'qotgandim. To'g'rimi? Shu darajada sog'lomsizlik ko'p edi menga. Asta sekinlik bilan ilohiy ayol 13 ni sotib oldim. Undan keyin shu sizni aytganlaringiz faqat esimga keladi. Shu sochimdan tortib botqoqdan olib chiqishim kerak. O'zimga ko'rsatishim kerakman. Ustoz qilib berdilar-ku. Ustoz shunga erishdilar-ku, men ham erishaman. To'g'ri. Sizga katta rahmat birinchi navbatda. Men juda ham xursandman. O'ylam qaytib tiklandi. Ana, eshitdim. Ajralish yoqasiga edik. Ajrim yoqasida bo'lgan ekan. Eshitdim. Qizim ham shunday, menga qarab. Qizim ham hozir shunday baxtli, Xudoga shukr. Xudoga shukr ustoz. Sizdan minnatdormiz. Молодец. Juda minnatdormiz. Gulshan Zaripova azizam, mana qarang-da, aynan qanday sog'lomsizlik bo'lgan edi? Bo'lisha olasizmi? Ayta olasizmi? Sahr edim. Shirinlik yetishmasdi-da menda. Men polni qaytdi. Kimga yetishmasdi? Tishlarni qarang, tishlar qaytib joyiga to'xtadi. Ana, ishonmaysiz. Sochdagi oqlar kamaydi. Kamayadi. Kamaydi. Chunki o'zim ham qo'yamayman. Hattoki parik mahrim aytadi. Gulapa nima qilyapsiz? Sochingizdagi oqlar kamayibdi-ku. Men sizga aytdim, siz ham podpisatsiya qiling, siz ham bitta kurs sotib oling dedim. Qilaman, albatta, sizga qarab men ham havasim kelyapti deydi. Молодец.
va Gulshan Zaripova qarangda, mana shu texnikalarni bajarayotgan vaqtingizda ilohiy ayolda judayam kuchli qarama qarshi jins vakillariga nisbatan nafratlarni topgan ekansiz. Bo'lishasizmi? O'sha blok shunday texnikani bajaryapman, qarama qarshi jins vakillariga texnikasini. Shunday blokni topdim. Otam rahmatli mani zich ushlab ukol qildiryaptilar medsestraga. Man shunday nafrat qilganmanki, mani majburlab shularga ukol qildiryaptilar. Lekin man sog'lom bo'lmagan o'sha vaqtda, shu bolam yaxshi bo'lsin deb otam rahmatli shu ishni qilganlar. Men nima deb o'ylaganman, qarangda. Shunday topganim bilaman, ishonmaysizda, ko'zimdan tinmasdan yosh oqdi. Tinmadi. Ana. Yosh oqib otam rahmatlidan kechirim so'radim. Bo'lmasa yomon ota emasdilar, Xudoga shukr. Ana. Shunday mehribon edilar. To bizani shu 23 ga kirgizib, chiqarib, baxtli qilgancha yurdilar-da. Xudoga shukr, joylar jannatdan bo'lsin. Shunday men ochildimki, hozir bor kim amakim, akam, umr yo'ldoshim, o'g'lim, Xudoga shukr, mana shularga nisbatan mehr muhabbatim ko'paydi. Ana. Ular menga nisbatan mehr muhabbatlari ko'paydi. Ishonasizmi shunga? Ishonaman. Gullar kelishib, ota o'g'il kelishib, gullar sog'alar. Nimadir ovqatlar o'zlari qilishadi. Man hayron qoldim. Man faqat o'zim yugurgandim o'zim uchun. Lekin bo'laykan-ku bular qilsalar. Mehr, siz aytasiz-ku, mehr bersangizgina mehr olasiz. To'g'ri. Shuni aytamanki, haq gaplariz shunday haqki, hech ana shu sotib olgan pullarimga mingdan ming roziman. U hech nima emas, bu mening baxtimga. Inson baxtni his qilsa boshqacha bo'lar ekan. Shunday ko'zimdan tinmay yosh oqdi-yu, blokni yechdim. Keyin ko'zimni ochib, aqlimga keldi-da o'zi. Ha, dedim. Значит, mana shu blok ustoz aytgan blok, haqiqiy shu ildiz ong ostidagi blok. Ana. Eshitdim. Ona haqida ham eshitdim. Qizlarim mehribon. Ana yaqinda 8-martga tilla uzuk podarka qildi. O'shudirda. Mehnat qilib halol mehnatidan. Молодец. Shudirda baxt nima? Ana shuda baxt. To'g'ri. Baxt ana shu. Endi kelishdan oldin pulsizlik holatlari bo'lgan ekan sizda. Shunga qaramasdan ilohiy ayolga kelib o'qibsiz. O'sha kursga kelib o'qish vaqtida bu arzon trening emas-da, ilohiy ayol o'ziga yarasha yaxshi narxda turadigan treningda. Mana shu treningga kelgan vaqtingizda, shuncha pul to'lagan vaqtingizda o'ylaganmidingiz shunaqa natijalarga chiqishingizni? Aytardim. Kim biladi deb o'ylardim. Shunday Malikaga zaklad kirgizing, joyingizni band qiling dedilar-da Malika 200 kirgizdim, lekin biron hafta 10 kunda bo'lsa kerak pul. Hozircha pulim yo'q. Gulapa ertadan dars boshlanadi deb nima qilib qo'ydilar-da. Keyin shunday telefonni qo'yuvdimki, qizim telefon qildi. Onajon, mana bittaga pulim bor edi. O'sha pulni berdi 2 million. Qancha o'tkazish kerak? Meni o'tkazay siz uchun? dedi. Keyin yo'q bacham, o'zing puling o'zingga. Yo'q, u men qarz beruvdim men. Menga u oylikdan ziyodi. Shartli Malikaga telefon qildim. Ko'zingizni ayting Malika. Hozir yo'q dedingiz-ku. Alloh, bu mo'jiza, Alloh berdi. Mo'jiza bu ustoz, mo'jiza. Bu mo'jiza emasmi? Men yurakdan istadim. Qarang, pulim yo'q edi. Shartli kodni aytdilar, unga o'tkazmang, zaklad kirgizganga o'tkazmang, men boshqa aytaman. Malika kodni berdilar, shartli qizim o'tkaryapti. Qarangda, mo'jizani qarang. Kutmagandim men kutmagandim. Malikaga shunday nima qilib o'tirmanki, bir 10 kunda yo'q, dars boshlanadi-da dedilar. Keyin ha, 10 kun kechikarman dedim. Lekin qizim aytdi, yo'q ona, ertami? Erta o'qiysiz.
Chunki qizim ham oliy ma'lumotlida ikkita universitetni o'qigan. Молодец, молодец. Xudoga shukur. O'g'lim Osiyo nimasiga kirdi, universitetiga o'qiyapti. Ana bir yil krugli 100 ball olibdi. Shunday. Onadan u motivatsiya beradi uni. Qarang. Albatta siz ishonasiz. 100 ball. Shunday keladi. Onajon bugun 100 ball. Bugun 100 ball. Молодец. Ona motivatsiya beradi-da. Ha shunchalik baxt bu insonga bundan ziyod yana nima keragi bor? Shunday o'zimga pulni ravo ko'rmasdim, pul kamchin edi. Qarasam o'qiyapman, pul bo'lyapti, pul kelyapti, ishlayapmiz. Shartta yangi mashina oldik. Ana qarang-da. Ha bundan oldin sharoitimiz bor edi. Biznesimiz bor edi. Biznes qotib qolgan edi-da. Keyin hozir yangi biznesni ham boshladik. Ana yana qo'shimcha biznes ham ochdilar. Bu biznes qotgan biznesni yopdik. Boshqa joydan joy olib yangi biznes boshladik. Ana, молодцы. Xudoga shukur. Judayam yaxshi. Ya'ni bizneslaringiz ham rivojlanib ketdi. Asta-sekinlik bilan oldlaringiz. Bu judayam ajoyib natijalar-da. Bu juda ajoyib natijalar. Bu sizni mehnatingizni mahsuli bu. Katta rahmat azizam. Rahmat sizga. Chunki siz yo'l ko'rsatdingiz, ustoz. Bilaman, agar biza harakat aytasiz-ku, sehrli tayoqcha yo'q. To'g'ri. Sehrli tayoqcha yo'q. Buni bunday qilib shartda ijobat qilsangiz. Lekin siz yo'l ko'rsatdingiz, men harakat qildim. Rahmat sizga. Men sizdan minnatdorman. Shuning uchun ham siz g'olibasiz-da. Shuning uchun ham men sizlarni g'olibalar deb atayman-da. Chunki sizlar o'sha yo'lni bosib o'tdilaringiz. Aytilgan vazifalarni bajardilaringiz va mana shunday chiroyli natijaga chiqdilaringiz. Hozir sahringiz qanaqa? Normada. Normada. Normal tishlar joyiga, hammasi qaytib. Asab shunday sakinat bo'lganki, menga sakinat hayotda shunday. Ana. Shunday yurak tinch. Bilasizmi? Sakinat. Shunday namozlarimni o'qiyman, shunday mazza qilaman. Ana, keyin namozni o'qib bo'lgandan keyin sizga aytaman, Allohim, shu Taliya ustozni menga ro'bara qilganingga o'zingga hamd. Alloh senga hamd. Rahmat sizga ustoz. Men bundan bir 3 yilcha oldin sizni Instagramda ko'rib qoluvdim-da. Shartli podpisatsiya qilganman, bir 5 oy 7 oydan keyin menga siz yozgansizlar-da, endi kuratorlar yozgan. Sizga nima kerak? Biz yordam beramiz deganda siz. Shu bilan hamma mana bepul darslaringizni hammasini ko'rganman ustoz. Qayerga bo'lasiz, chat ochaman. Katta qizim agar ko'rib qolsa nima deydi deng. Ona, ustozingizni xabar topib olasizlar deydi. Ajab deydi. U ham ko'radi sizni ayrim vaqt bepul nimalarni ko'rib turadi. U ham podpisatsiya qilgan. Ona men ham bironta sotib olaman. Lekin mendan ham o'tadimi? Ularga. Albatta. Endi mana qarang-da, bizda qanaqa bo'ladi? Bizda hayotiy bloklar bor, ajdodiy bloklar bor. Agarda ajdodiy bloklari siz yaxshi bo'lib ketsangiz, ajdodiy bloklari yechiladi, xudo xolasa. Hayotiy sinovlar va imtihonlar uchun uni o'zi o'qish ham kerak bo'ladi. O'zi o'qiydi. O'qiyman onajon dedi, keyinroq o'qiyman dedi. Молодцы. Qarang-da, Gulshan Zaripova azizam, meni judayam xursand qildingiz. Hozir mana shu yerda 197 ta ishtirokchi bor-da. Mana o'zingiz shu yo'lni bosib o'tgan onaxon sifatida, mana shu o'ylanib o'tirgan, botqoqda yashayotgan ayollarga nima degan bo'lar edingiz? Hech ikkilanmay o'qisinlar. Ikkilanish keragi yo'q. To'g'ri yo'lda biz. Siz aytgan gaplar, siz aytgan haq gaplar. Shunday qanday dey? 100% emas. 200% emas, 1000% rost.
bu bergan $150 yo $200 hech nima emas. Mana bu bilimizga. Mana bu kunlarni boshidan kechirgan inson aytadi. U pul menga yana aytaymanku, yana o'qiyman, sizni qo'yib yubormayman. Katta rahmat. Sizni hech qachon qo'yib yubormayman. Birgalikda bo'lamiz. Rahmat, baraka toping. Sizday ustozni menga ro'baro qilgan Allohga hamd. Men juda xursandman. Juda xursandman. Mana bu g'alaba. Sog'lomsizlikni yengdingiz. Ajrim yoqasidan oilangizni saqlab qoldingiz. Shunday. Erkak qarama-qarshi jins vakillariga bo'lgan nafrat blokingizni yecha oldingiz. Pul keltirmayotgan biznesni yopib, yangi biznes ocha oldilaringiz. Yangi mashina ololdilaringiz. Pullarga ochildilaringiz. Mana bu g'alaba. Va albatta bu g'alaba $150, $200 bu arzon-de, bu juda arzon g'alaba-de bu. Va bu yo'lni siz bosib o'tdingiz. Uylarda biron narsa olaylik desa bachalar, bo'ladi deyardim-da. Yo'q. O'zim bu eskirdi. Buni ana u yoqqa kichqorib tashlaymiz, yangi olamiz. Oldik yangi. Katta pulga qaradim kamroq. $100 bering dedim. So'rab bilmas ekanim, ustoz. Men erimdan pulni so'rab bilmas ekanim. Ilohiy ayol bo'lganimdan keyin so'rab bildim. Ana. Ishonasizmi? $100 bering desam, shuna erkak chiqarib berdilar. Ana. Nur yo'ldoshim shuna chiqarib berdi. Ishonmaysiz. Shuna chiqarib, umuman so'ramagan ekanimda, men endi eslasam. So'rab bilmas ekanim. Shuna chiqarib berdilar. $500 ga 2 kamerali katta xolodilnik oldim. Ana. Молодец. Unoq bo'ladi shunisi deykanimda. Qara, ona shunday deyardiz-ku deydi bachalar. O'zgardik, ilohiy ayol bo'ldik deyman. Allohga shukr. Shukr. Juda ham chiroyli natijalaringiz. Gulshan Zaripova, juda xursand bo'ldim. Natijalaringizni eshitib, bundan-da katta yutuqlar tilayman. Bundan g'alabalar tilayman. Albatta, hozir mana shu yerda shuncha ayollarga motivatsiya berdingiz. O'qisinlar. Молодец. Qayta o'qiymiz. Nasib bo'lsa. Katta rahmat azizam, katta rahmat. Gulshan Zaripova, boringizga shukr. Katta rahmat. Mana shunday chiroyli efirga chiqib, shuncha o'quvchilarimizga chiroyli natijalaringizni ko'rsatib, motivatsiya bera olganingiz uchun katta rahmat azizam. Yana bir gapni aytay. Tanam hozir 1 stakan suvdek tiniq. Bilasizmi? Ana. Suvdek tiniq. Ana. Shunday qarayman, toba deyman. Bo'lar ekan-ku. Ha, ustoz bo'lar ekan-ku. Bo'ladi. Qarangda. Og'riq, asab. 1 stakan suv. Texnikalaringizga aytasiz-ku. 1 stakan suv. Haqiqatan ham. Ana poklanish texnikangiz qanday yaxshi. Agar bo'ladi, insonga bo'ladi, keladi salbiy fikrlarda. Salbiy fikrlar keladi. Shartta 3 elakka aylantiraman. Молодец. Ana. Shapar, menga kerakmi shu? Salbiy. Nima keragi bor deyman. To'pa-to'g'ri. 3 elakka aylantiraman. Shapar shunday qanayda shunday tanam qaytib, xuddi bir yosharganday bo'laveradi. Har bir shuni ishlatganimga. To'pa-to'g'ri. Har bir ishlatganimga yo bir o'tirib olib nima qilaman, shaparni o'sha texnikani qilaman. Bir nima kelsa bo'ladi, odamga bo'ladi-ku baribir. Tana. Shunday aytaman, ustoz, shu haq yo'ldasizda, haq yo'ldasiz. Gapiring Malika. Gulshan opa gapirayotganda bir gapni qo'shib o'tay. Hozir gapiryaptilar, men o'zim anaqa energiyaga jo'shib ketyapman-da, chunki Gulshan opani qanaqa kelganini ko'rganman-da men. 200 ming so'm to'laganini va 200 ming so'm to'lay oldim men. 200 ming so'm bera oldim hatyabi deb xursand bo'lganda.
Shunga hozir aytib o'tmoqchiman, shu yerda shuncha ishtirokchilar mana eshitib turibdi-da. Masalan, men guvohman, men o'zim ham o'qiganman, ustozlar shu yo'llar bosib o'tganman-da. Gulshon opa haqiqatan o'ziga ruxsat bera oldi-da. Masalan, ko'pchilik qo'rqadi, ikkilanadi, lekin Gulshon opa o'zini istagiga ruxsat bera oldi-da, rivojlanish yo'liga chiqa oldi. Rivojlanish yo'liga shunday pog'ona bir qadam qo'yganda 200 ming so'm berib, o'sha ustozni energiyasiga ulandi, ro'yxatga tushdi. Ustozni energiyasiga ulangandan keyin pul o'zidan keldi. Buning isboti bugun yana ikkita o'quvchimiz xuddi sizga o'xshab zaklad kiritganlarda ikkitasiga pul kelib, o'sha ustozni energiyasida pul kelib to'liq to'lovini to'lab qo'ydi ilohiy ayol uchun-da. Xuddi shu narsani aytib o'tmoqchiman-da, Gulshon opa qarang. Siz ham ruxsat bera oldingiz-da, endi o'sha davrdagi bilan hozir solishtiryapsiz. Rahmat. To'g'ri. Rahmat. Mo'jiza bular, mo'jiza. Katta rahmat sizga. Gulshan Zaripova, bundanda katta yutuqlar tilayman sizga. Bo'sh kelmang. Hali yana ko'p harakat qilib, bundanda katta g'alabalarni qo'lga kiriting. Inshaalloh. Katta rahmat sizga bugungi efir uchun, bugungi motivatsiya uchun ham shuncha ayollarga katta rahmat sizga. Azizlarim, mana ko'rib turganingizdek, $150, $200, $250 sizni hayotingiz butunlay o'zgarishi uchun, sizni qarama-qarshi jins vakillari tomonidan hurmat va ehtiromga sazovor bo'lishingiz uchun, sizni baxtingiz uchun, sizni sog'lig'ingiz uchun bu judayam kichkina pul, juda kichkina pul. Va men bu yo'lni to'ppa-to'g'ri va men bu yo'lni bosib o'tgan odamman. Mana meni shogirdlarim aytadi, siz aytasiz-ku, ustoz, sochimdan tortib olib chiqqanman deysiz-ku, va biz ham bunday bo'ldik, mana xuddi shunday qildik deyshadi. Sizlar ham qila olasizlar. Har biringiz qila olasiz. Men ishonaman. Chunki meni minglab shogirdlarim qila olyapti. Minglab shogirdlarim uddalashdi. Sizlar ham uddalaysizlar. Kelinglar. O'qinglar. Ilohiy ayol treningiga hozir imkoniyatingiz bo'lmasa, hech bo'lmaganda ayol va pul intensiviga kelinglar. Hech bo'lmaganda shu intensivda o'qinglar. Hech bo'lmaganda mana shu intensiv ham sizlarga ancha yordam beradi. Agarda yo'q, ustoz, men birato'la katta natijaga chiqishni istayman, katta maqsadlarimni amalga oshirishni istayman, hayotimni butunlay o'zgartirib yuborishni istayman deydiganlar bo'lsa, unda kelinglar, hali ham ilohiy ayol treningimga chegirma narxda joylar bor. Hali ham ulgurasizlar, kelinglar. Agarda imkoniyatingiz bo'lsa, ikkalasiga ham kelinglar, chunki ikkalasi ikki xil mavzu. Ya'ni ayol va pulda boshqa narsalar beriladi, ilohiy ayolda sizlarga boshqa bilimlar beriladi. Imkoningiz bo'lsa, kelib ikkalasida ham o'qing va yuqori natijalaringiz bilan meni xursand qilinglar, azizlarim. Barchangizni sevaman va sizlar bilan jonli darsda Zoom orqali uchrashguncha salomat bo'linglar, azizlarim, va sizga ham Gulshan Zaripova katta rahmat, salomat bo'ling. Rahmat. Baraka toping. Katta rahmat.